Kunlarning birida Musab ibn Umayr kelayotgan edi, roziyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining ashoblarida o'tirgandilar. Sahobalar Musab tomonga qarashdi-da, Musab ibn Umayrga ko'zi tushganidan keyin kimdir yerga qarab oldi. Kimdir ko'zini yumib oldi. Kimdir yig'ladi. Nimaga yig'laydi? Islomdan avval hammani e'tiborini o'ziga tortgan, kiyimni eng zo'rini kiygan, atirlarni eng afzalini ishlatgan, yigitlarning guli bo'lib yurgan Musab ibn Umayr bugun yirtiq, yamoq, eski, yudab ketgan kiyimlarni kiyib kelardi. Ashoblar avvalgi holati bilan hozirgi holatini ko'rib yig'lashdi ba'zilar. Rasulullohchi, Rasululloh nima qildilar? Bu holatni ko'rib, zavqlanib, muborak lablarida chiroyli bir tabassum paydo bo'lgan holda dedilar: "Laqad ra'aytu Mus'aban hada." Bu Mus'abni avvalam ko'rgan edim. "Va ma bi Makkah fata an'ama 'inda abawayhi minhu." Makkadagi biron bir yigit ota-onasi tomonidan bunchalik inomga, bunchalik erkalatishlikka loyiq bo'lmagan edi. Summa taraka zalika kullahu hubban lillahi va rasulihi. So'ngra mana shu narsani hammasini Allohga va rasuliga bo'lgan muhabbat tufayli tark qildi dedilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam achinib pas, zavqlanib, quvonib gapiryapti.